Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotib chiqqan uyimiz Mumtoz to'yxonaning yonida bo'ladi. 2 qavatli Eurotamirdan chiqqan 170 kvadratli joy bilan tanishtirib o'tsak. Tak, eldilari mramor qilingan, balasinalar urilgan. Girgandan shundan bir katta dalan. Chap qo'limizda qo'yish uchun rakovinalar qo'yilgan. Her xiloncha avtomatlar bor. Dalan qismi lyustralar ilingan, ramka shaklida remont qilganlar, yurtilganlarning. Zalam keng tushgan. Eshiklar sifatli, yaxshi eshiklardan. Yerimizde sanuzeli. Vanna xonasi. Bir yerde spalni bo'ladi. Testda bir zal, bir spalni bor. Dalan и kuxnya. Bir kuxnya joyi bo'ladi. Kuxnyada двухконтурный отопленияmiz bor. Fartiklar urilgan. Yan tarafında bağ kısmı. Yanda saçı pislikle bo'ladi bemalol. Tak, bu yandan girip gelish bor, garaj variant. Shunda yan tarafı ko'z tushgan ekan. Shunchalik bog'ina. Umumiy ko'rinishi. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz, xudo xolasa. İkinci qavatga chiqamiz. Joyimiz zo'r tushgan, zinalar quyma, betondan. Ajoyib mestada Mumtoz to'yxonaning yoni. Bedayna balkonlarni ham ko'rib turganlaringizdek. Remonti zo'r. Eshiklar yaxshi. Birimiz yine testdagi zalning üstü, yine bir zal işini. 4 metreden ziyad döşeştirip koysa yaxshi joy. Birinden bir spalni bor. Spalni ham zo'r tushgan. Yerinde yine bir spalni. Bir yanında ikinci kavattaki sanucu. Hurmatli obunachilar, bu uylarimiz kime qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdan mulk egasining nomerini qo'yib qo'yaman. Bemalol telefonlashaverasizlar, xudo xolasa. Shunday xizmatlar kime kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Uy olishda, sotishda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, xudo xolasa. So'nggi roliklarda ko'rishguncha sog' omon bo'lin.